İbranilarga yozilgan xat. 1-bob. Qadimki zamonlarda Xudo ajdodlarimizga payg'ambarlar orqali har xil yo'llar bilan nurg'un qitim so'zlagan edi. Mushu oxirgi vaqtlarda bo'lsa, bizga o'z o'g'li orqali so'zladi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratdi va o'g'lini butkul mavjudotning mirosxo'ri qilib bekitdi. U otasi Xudoning ulug'ligidan porlagan nur, otasining tabiatining haqiqiy obrazidir. U o'z so'zining qudrati bilan butkul koinotning mavjudligini davomlashtirmoqda. U o'zini qurbon qilish badiliga insonlarning gunohlardan poklanish yo'lini ichbagandan keyin arshdagi Xudoning o'ng yonida o'ltirdi. Demak, o'g'ilga berilgan martaba farishtalarnikidan ko'p ustun bo'lganidek, o'g'ilning o'zimi ulardan ko'p ustundir. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Sen mening o'g'limsan. Bugun men sening otang ekanligimni jakarladim. Bu so'zni Xudo har qanday bir pashtisiga degan emas. Shundaqla Xudo yana hech qanday bir farishta to'g'riliq men uningga ota bo'laman. Umu menga o'g'il bo'ladi deganmi emas. Halbuki Xudo o'zining eng oliy huquqli birdan-bir o'g'lini yer yuziga avatganda butkul farishtalar uningga sajda qilsin degan. Xudo farishtalar haqida, Xudo xizmatkorlari bo'lgan o'z farishtalarini shamol ham o't yolqini qilar degan bo'lsa, o'g'liga sen Xudosan, taxting mangulikdir. Sen odillik bilan huquq yurgizsan. Haqqoniyatni so'yding, nohaqlikdan nafratlending. Shuning uchun Xudo sening egangning sana ato qilgan shon shuhrat va faxri shodligi hamrohlaringga ato qilganidan ko'p ziyodadir degan. Xudo o'g'liga yana mundaq degan: Ey Rab, sen hammadan burun zeminning asosini solding. Osmonmu sening qo'llaringning ijodiyatidir. Ular yo'qlidi, lekin sen mangu yo'qolmaysan. Osmon zemin kiyim-kechakdek qo'nraydi. Ularni xuddi qo'ni chaponni yig'ishtirgandek turlab yig'ishtirasan. Kiyim-kechak yangishlangandek osmon zeminmu yangushlanadi. Lekin sen aslo o'zgarmaysan. Hayotlig'ing oxirlashmaydi. Xudo o'z o'g'liga degan bunu so'zni farishtalarning birarsiga deb baqqan emas. Men sening dushmanlaringni oyig'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in. Shundaq ekan, butkul farishtalar faqat Xudoning xizmatkorlaridir. Ular qutqizilganlarga xizmat qilish uchun Xudo tarafidan avatilgan ruhlardir.